Assalomu alaykum qadrli YouTube muxlislari, qadrli mana obunachilarim. Mani endi ko'rib turgan aziz kanalim mehmonlari. Sizlarni bugun Real Hunter korxonasida bedanachilik sohasida ish faoliyatimizni yuritayotganimiz natijasidan bedanalarimizni tuxumlayotgan bedanalarimiz va jo'jalari to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Kimga qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Kimgadir qanaqadir bedana kerak bo'lsa, yo katagi yoki inkubatori, tuxumi kerak bo'lsa, bemalol mana shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, hammasini qilib beramiz. Biza bo'lmasam hozir sizlarni bedanalarimiz bilan tanishtirib o'tishni boshladik. Ungacha sizlar videoni ko'rishdan oldin bitta chiroyli qilib like va kommentariyani yozib ketishingizni iltimos qilamiz. Qani boshladik. Xo'p, o'rtoqlar bo'lmasa ketdik, tanishtirib o'taman. Mana bu yoqda birinchi navbatda inkubator xonamiz, orqasida bruder xona. Ularni video davomida ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Undan oldin sizlarni katta bedanalarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Xo'p, bu yoqda tashkilot zalimiz, namoyish o'tkazadigan zalimiz bo'ladi. Mehmonlar kelsa bu yoqda qabul qilib olib, qanaqadir savollar, qanaqadir javoblar kerak bo'lsa, shu yerda qabul qilib, savol-javob qilaveramiz. Va bu bizani katta bedana seximiz bo'ladi. Tuxumlayotgan inkubatsion tuxum, iste'mol tuxum. Va ana u yoqqa katta qilib yozib qo'ygan. Manzilimiz Jizzax viloyati Arnasoy tumani. Nima deydi? Nechinchi savxozda xullas. Hozir esimdan chiqdi, hali aytib o'tib ketamiz nechinchiligini. Mana bedanamiz ham reklamalarini qilib qo'yganmiz, Real Hunter reklamasi bilan. Bo'lmasa ketdik. Biza bismillohga kirib boramiz. Xo'sh. Birinchi navbatda bu yoqqa mana Farg'onadan Aziz akamiz qo'llar dard ko'rmasin, kataylarini bitirib ketganlar. Ko'rsangiz mana hammasi avtomat. Polni tuxumi avtomatda keladi, go'ngi avtomatda, yemi, suvi hammasi avtomatlashtirilgan va goframiz. Bu xonani ham tushuntirib o'taman sizlarga. Endi bu yoqdan boshlaymiz. Bu yoqda hozir inkubatsionniy bedanalarimiz turibdi. Inkubatsionniy bedanalar, nima deydi? Matchniy bedanalar turibdi. Tepada yapon manjur hali 1 oylik bo'layotgan yapon manjur bedanalarimiz tuxum yo'nalishiga qilib qo'ydik. Buni ham go'sht tuxum yo'nalishi va zot yo'nalishiga qilib qo'ydik. Bundan 3 etaj bu yoqda, narigi betida 3 etaj, buni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bular hozir bu bedanalarimizga roppa-rosa 2 oylik bo'ldi. 2 oylik bo'ldi. Tuxumlarini hozir inkubatorga yig'ish jarayonida ketyapti. Xudo xolasa tuxumlarini yig'yaptik, ularni ham inkubatorga yig'ib, sekin qo'yib yuboramiz. Xo'p, qani oxiriga yuramiz. Bu yoqdan 30 ta mana bunaqangi katakdan 30 ta ketgan, har bir qatorida 30 tadan 5 etaj 150 ta qafas. Shunaqadan 4 ta qator bor. Bu degani 24 ming, 25 ming ta bedana sig'adi degani. Hozir shu seximizning o'zida 24 ming, 25 ming bedana sig'adi. Bundan tashqari yana kengayish davri ketyapti. Narigi betida xudo xolasa qurilishlari ishga tushadi. Yana buni natijasi 100 mingtaga 100 mingta bedana qilish nimasi bor, rejada bor. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz xudo xolasa. Avvalosi hozirgi davrda bunisini ko'rib turasizlar. Mana tuxumini terib olishganda, yana tuxum terishni boshlashdi. Hozir bedanamiz hali beri to'lmagani hisobli urushni berib turibmiz. Negaki nimamiz yem beradigan bo'lsak, mana 5-etajda bedanamiz yo'q, shu uchun urushni berib turibmiz. Xo'p. Endi keladigan bo'lsak bu yog'iga. Mana shundan
30 ta boyaga aytib o'tganimdek 30 ta bo'lyapti. Bular xudo xolasa tuxum berish foizi 70% ga chiqqan. Matishlarimiz 70% ga chiqqan. Bundan tashqari agar bu qatorimiz ham tuxumga kirsa, inshaalloh kuniga anchagina tuxum yig'ib qolamiz. Hozir bir sizlarga yengil obzor qilib beryaptik. Yengil obzor. Xo'p, endi bu qatoriga o'tadigan bo'lsak, mana eshikdan kirib kelasizlar, bu qatorga tushamiz. Bu ham oxirgi rusumdagi zamonaviy kataklarga ega bo'lgan katak bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa qatorda terilgan, 3 etaj belig'igan, 1 etaj yapon manjur. Bular hozir ko'paytirish jarayonida ketyapti. Bularni boqish jarayoni mana bunaqa bo'ladi. Mana bu yemi, nesushka yem deydi. Bu ikotadan olayotgan yemimiz. Natijasi yaxshi. Ko'z tegmasin. Ikotaning yemini beryaptik bu yoqda. Mana Jizzaxga ham ikotani yemi yetib keldi. Inshaalloh. Xo'p, bularda ham xuddi shunaqa bir qatori hali 35-38 kunlik bo'ldi. Ikkita qatori 60 kunlik bo'ldi. Narigi tomonda ham xuddi shunaqa. Xo'sh, sekin yurg'izamiz endi mana. Xo'sh. Xuddi shunaqa bedanalarimizni boqyaptik. Mana ko'rishingiz mumkin. Tepada yapon manjur, pastda belig'igan. Xo'p, o'rtoqlar, kimga qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, tushuntirib o'tamiz. Tushuntirib o'tishimiz bepul. Pul so'ramaymiz. Naroqlarni ham operatorimiz ko'rsatib keladi. Hozir sizlarga men bu yoqdan gapirib turaman. Xo'p. Hozirgi davrda bedana ixtisoslashtirilgan payti anchagina foydasi yaxshi bo'lyapti. Natijasi yomon emas. O'stegmasin. Hammasi yaxshi. Inkubatsionni tuxummi, iste'mol tuxumimi hammasidan qilib qo'ysanglar, nima deydi? Natija yaxshi bo'ladi. Nima deydi? Faqat iste'mol tuxum bilan kifoyalanib qolish kerak emas. Inkubatsionni tuxumini ham chiqarish kerak. Uni farqi yo'q. Qaysi zotdan boqayotganinglarning farqi yo'q. Yapon manjur boqasizlarmi, belig'igan boqasizlarmi? Har yo'nalishini qilib qo'yish kerak. Go'sht yo'nalishi, tuxum yo'nalishi, iste'mol tuxum yo'nalishi hammasidan qilib qo'yishingiz kerak. Mana sinimiz donlarni berib chiqyaptilar. Xo'sh. Shu uchun sizlarga maslahatim, birinchi navbatda sharoitni to'g'rilaylar. Ya'niki xonasini va katagi, yorug'ligi, gofralari, ventilyatorlarini hammasini chiroyli qilib qo'yib bersanglar, sizlar kutgan natijaga erishasizlar. Endi kimdir boqyapti, birinchi marta boqib turib, qanaqadir foyda ko'ra olmayapti. Uki o'zidan aybini qidirish kerak. Nimaga menda bo'lmadi? Nega qolganlarda bo'lyapti degan savol tug'ilishi kerak odamda. Negaki qanaqadir xato qilgan. Shu xatoni to'g'rilash uchun yaxshi bir mutaxassis bilan maslahatlashib ish boshlash kerak. Mana xudo xohlasa Sirdaryoda To'ychi degan og'aynimiz hozir mana 2,5 mingta, bir deganda 2,5 mingtani zakaz qildi. Hozir qurilish ishlari ketyapti. Katagini ham, ventilyatsiyalarini ham, gofralarni ham hammasini o'z o'rnida, joy-joyida qilyapti. O'zim bilan maslahatlashilgan holda. Xo'p, nima demoqchiman? Shu uchun bir narsani boshlamoqchi bo'lsanglar, o'shanga yarasha mutaxassis bilan shug'ullanib, gaplashib, maslahatini olib, maslahatlashib qilishingiz kerak bo'ladi. Shu uchun aybni birovdan emas, o'zingizlardan qidiringlar. Nimakidir o'xshamayotgan bo'lsa, qayerdadir xato qilgan bo'lasizlar. Endi sizlar bilan boradigan joyimiz
bruderxonaga bo'ladi. Bruderxonada ham qanaqa yem, qanaqa suv va xona haroratlari, bruder haroratini tushuntirib o'taman. Bu yoqda xona haroratimiz hozirgi davrda 15 gradus bo'lib turibdi. Bo'ladi. Endi buni sal ko'tarib berish kerak, umuman olganda 20-25 gradusga berish kerak. Inshaalloh hozir mana bu yoqqa nimalarimizni qo'yamiz. Ularni zakaz berib qo'yganmiz. Hozir yetib kelsa, ularni ham qo'yib, xonani isitib olamiz. Avvalo hozir yomon emas. Unaqa sovuq ham emas. Shuning uchun issiqroq qilib berishinglarni so'rab qolamiz. Ayni mana bunaqa qishki kunida. Bo'lmasa ketdik bruderxonaga. O'chir. Xo'p, biz yetib keldik mana bruderxonamizga. Bu bruderxonamizda hozir kamida 15 mingta jo'ja turibdi. 15 mingta. Hozir buni obzor qilib boramiz. Like bosmaganlar like bosib qo'yinglar. Ketdik. Xo'sh, birinchi navbatda sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Beli kiygan jo'jasini va yapon manjur jo'jasini gaplashib o'tamiz. Xo'p, beli kiygan jo'jamiz hozirgi kunda 15 kunlik bo'ldi. 15 kunlik bo'ldi. Bu bruderimiz, birinchi bruder haqida ma'lumot beramiz. 2 ga 50 5 etaj bo'lyapti. Mana o'zimni nima uyimdagi bruderlar 4 etaj bo'ladi. Ko'rgan bo'lsanglar, bu 5 etaj bo'lgan. O'zimizning proyektdan. Xo'p, hozirgi davrda 15 kunlik bo'lgan, termoregulyatorlar o'chirilgan, faqat oq lampochkada turibdi. Negaki, xona harorati o'zi yetarlicha gradusga ega. Shuning uchun 15 kunlik bedanalarni, sariq lampochkalarini o'chirib qo'yamiz. Istalgan lampochkalarini. Bu degani, bularning o'zidan katta issiqlik chiqadi. Mana eshiklar ochiq. Eshiklarimiz ochiq, ko'cha shundoq ko'rinib turibdi. Shunda ham operator yaqinroq kelamiz. Shunda ham bedanalar hansirab turibdi mana. Mana ko'rasizlarmi? Bularga issiq, o'zi harorati bilan yetadi. Kimdir aytadi, rasxod bo'ladi, svet ko'p yozar ekan to'da. Yo'q, unaqa emas. Bular o'zidan issiqlik chiqarib, o'zini o'zi ham isitib olaveradi. Endi to'g'ri, bu bo'lishi mumkin. Bu yoqqa kelamiz endi. Mana bu 10 kunlik bo'lgan bedanalarimiz обязательно turish kerak. Bularga yana 5 kun bor. 5 kundan keyin yonadi mana bu nimalari. Mana kimdir o'chirib qo'yibdi buni ham. Mana yoqib qo'ydik. Hop, buni ham Oysara o'chirib qo'yganda. Ha, Oysara? Siz o'chirdingizmi? Esingizdan chiqib ketganda yoqish, ha? Ha, Oysanam. Nima farqi bor? Oysaram. Xo'p, bularni mavzudan chetlamaymiz. Bularni gradusi hozirgi davrda mana 34.5 ga 34. Xuddi shu gradusda ushlab turasizlar. Suvlari, vitaminlari tanishtirib o'taman sizlarga. Xo'p, qani bu yoqda turibdimi? Turibdi. Yo'q-da, endi Fox anaqasi sostavi va Biosupervit. Biosupervit vitamin, bu antibiotik vitamin. Bularni 1 litrga 1 gram qaynab sovutilgan suvga. Agar primoy krantdan oladigan bo'lsanglar, 1,5 gram qo'shasizlar. Sovuq suvga, ani qaynab sovutilmagan suvga shunday krantdan oladigan bo'lsanglar, 1,5 gramdan qo'shasizlar. Agar ichib o'tib, qattiq ichib o'tayotgan bo'lsa, vitaminni to'xtatasizlar-da, Enrafloxdan 2 gramdan sirazi o'sha birinchi kundan 2 gramdan solasizlar. O'sha primoy krantdan olgan suvlarga 2 gramdan qo'shasizlar. Vitaminni ham xuddi shu. 2 gramdan birinchi kundan 2 gramdan qo'shasizlar, ikkinchi kuniga o'sha 1,5 gramdan qo'shasizlar. Agar qaynab sovutilgan suv bo'lsa, 1 gramdan qo'shasizlar. Xo'sh. Yemlarimiz, ilk ota yem startda turishibdi hozir bular. Mana производство ilk ota. Suvlarimiz mana bunaqangi idishda turibdi. Yemimiz постоянно yonida turadi mana. Hozirgi davrda
bunga qarayotgan nyankalari suvlarini, donlarini o'z vaqtida hisob qarab yaxshi boqib turishibdi. O'shaning uchun mana natijasi sezilarli darajada. Mana bu yoqdan bilsanglar bo'ladi, mana to'shidan bilsanglar bo'ladi. Bu yaxshi. Yomon emas, o'ta a'lo emas, yaxshi degani bu. Bo'ladi. Sababi a'lo bo'lishi uchun ozgina siyraklashtirish kerak buni. Bu yoqda ozgina ko'proq turibdi, o'shaning uchun sal yemida qisilish bor. Xo'sh, mana bularni ham o'chirib qo'yishgan. Mana bir sababida, mana qaranglar, ko'rsat, operator. Mana yig'ilib olishini ko'rdinglar? Mana shunaqa yig'ilib oladi, shundan ehtiyot bo'lib turasizlar. Suv beringlar bunga. Bu yoqda suv qolyapti. Xo'sh. Qarang, ma'mur bruderga qarang, hammasini suv qolmagan. Ma'mulaga ham boshqatdan yana suv qolmagan bo'lsa berib chiqasizlar. Qani bu yoqqa operatorimiz. Xo'sh, xuddi shunaqa katakdan bruderimizdan 10 ta bor. 10 ta mana xuddi shundan 10 ta bor. Qo'shimchasiga bu yoqda 3 etaj qo'shimcha qilingan. Bu degani 50 etaj. Bunaqadan 50 ta, bundan 3 ta, 56 ta bo'lyapti o'pshiga. Bu degani 200 tadan solganimizda ham 10 tasiga 10 ming ta ketyapti. 10 mingta va 11 ming, 12 mingga yaqin bedana sig'imi bor. Xudo xolasa yana kengayish arafasida, boyaga aytganimdek, kengayish arafasidamiz. Buni 100 mingga chiqarish arafasidamiz. Xo'p. Kimga nimadir tushuncha yaxshi bo'lmagan bo'lsa, kommentga yozib ketsanglar yoki Telegram nomerim bor, mana shu nomerlarda o'shanga aloqaga chiqsanglar, anaqa bo'ladi. Aloqaga chiqsanglar, men o'zim javob qilaman. Shaxsan o'zim. Xo'p, bu yoqda ham xuddi o'sha boyagi 15 kunlik bedanalarimiz. Bular ham xuddi shu start yemdan yeyapti. Suvlari vitamin. Bularga primoy qaynab krandan suv olib beraverasizlar, o'sha bo'ldi. Qaynab sovutilgan suv kerak emas. Qaranglar, mana bunaqa narsa. 10 kungacha qaynab sovutilgan suv berasizlar-da, 11-kunda o'sha kran suvga o'tkazaverasizlar. Mana bu a'lo darajada desa bo'ladi mana buni. Mana bu a'lo darajada. Xo'sh. Mana bu bruderimiz a'lo darajada turibdi ekan. Chotki. Mana samovolkaga chiqqan. Oppa. Buni ham ko'ramiz. O, zo'r mana. Ko'rishingiz mumkin. To'shlari mana ko'rinmay qolgan. Zo'r. Buni bo'ldi. Xo'p, o'rtoqlar. Nima deymiz? Mana ko'rdinglar, bildinglar. Men qanaqadir narsalar esimdan chiqib qolgan bo'lsa, bitta eslatib o'rasizlar. Bitta ukamiz aytib o'tgandi, sanasini, yilini aytib o'ting degandi. 2025-yil 10-noyabr. Hozir. Bu videoni boshida aytishim kerak edi, hozir aytib qo'ydim, esimga tushib qoldi. Bizda shunaqa, bilasizlar, jaydaricha video olamiz. Bir qanaqadir bir montaj qilish, boshqa qilish, anaqalarni qilmaymiz. Tak что bir ikkita menga aloqaga chiqayotgan negativchilar o'zinglarni bosib oylar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan Ro'ziy Fazimjon bo'ldi. Omon bo'linglar.